Xo'p, biror joylar topish kerak. Mark qaytibdi. U yana shahardagilarni ham o'ldirishi mumkin. Yo'q, do'stim, u shaharliklarni o'ldirsa bizga nima? Qo'y ahmoq, shaharliklarni o'ldirgandan keyin senga ham navbat keladi-ku. To'g'ri. Ha, lekin Ro'xsan Markdan qutulish kerak. U meni bir yaqin do'stimni ham o'ldirgan. U meni ham o'ltirish ko'rindi. Yo'q, ha, qishlog'imga o't qo'ydi. Qancha yigitlar do'stlarim o'lib ketishdi. Ha, unda qasos olmasak bo'lmaydigan-ku. Ha, to'g'ri, qasos olishimiz kerak. Demak, biror reja o'ylab topish kerak. Ha, aynan shuni aytayotgandim. Biror reja topmasak, Mark anchagina tahdid solib qo'ydi bizga. To'g'ri. Lekin sen Markni qachon ko'rding? Kechagina meni mashinamdan tanib qoldi. Lalata meni o'ldirmoqchi. U reja tuzayotgandi. Artexni o'ldirishim kerak deyotgandi. Yaqinda ukam ham qishloqdan keladi. Shunda ko'pchilik bo'lamiz. Xavotir olma, meni bir ikkita tanishlarim bor. Ularni ishga solsam ancha yaxshi bo'ladi. Ha, to'g'ri. 4 soatdan so'ng kecha o'sha sho'rva ichmadigan. Lekin biroz bo'ldi. To'g'ri. Ammo biz udaladik. Artex qachon kelar ekan? Bilmayman. Menimcha keldi. Ha, yigitlar, nima bo'lyapti? Salom. Yaxshimisan, Artex? Yaxshimisan, do'stim? Xo'p, Markni ushladingizmi? Ha, o'zi ham oson bo'lmadi. Uni ham bir nechta odamlari bor ekan, o'ldirishga majbur bo'ldik. Yo'q-e? Ha. Xudoyim, qanday ishlarga aralashib qoldim. Ha, mayli. Jannatga bor. Hop. Shoshma. Do'stim, sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Ha. Buni hech kim bilmadimi? Politsiya yo'q bir odamlar. Ha, Artex kelibdi. Yaxshi. Xursandman. Ha. Ammo qamalib ketmasmikanmiz? Shu savol bo'lyapti. Yo'q, qamalib ketmasak kerak. Ha, to'g'ri. La'nati. Bittasi yana kamera olib olgan, biroz bo'lsa sotib beraman deb. Ha, to'g'ri, kamera olib olgan. Agar qochishga ursang, sen o'zimga turaman. Bitirayashinglar. Ay, la'natlar. Kim bo'lsangiz hammangizni o'ldiraman. Meni kimligimni bilmaysizlar. Sen kim bo'lsang ham seni hozir boshimizga o'ltiradi. Boshimizmi, do'stimizmi? Xo'p, yigitlar, men keldim. Nima bo'lyapti, Mark? Artex? Jinursan. Sen Qur'onni qayerdan olding? Mendan nima o'ylaysan? Bo'ldi, shuncha qishloqdagilarni o'ltirding. Ularning onasi shu umidlardan katta qilganmidi? Ha? Ha, to'g'ri, men qotilman, lekin meni kechir. Men unday qilmoqchi emasdim. Mana senga flow. Demak, Artexdan qotillikni egallashib bo'ldi. Ha, to'g'ri. Haqda bo'ldi. Shoshmang, janob, u yerda o'q ovozlari kelyapti. Lekin hozir hech narsa qila olmaymiz, chunki ular ko'pchilik. Ha, biz buni eslab qolamiz, janob. Keyinchalik kerak bo'ladi. Rasmga yoki videoga ol. Xo'p, o'chaygan. Hamma do'stlar, video ko'rayotganingiz uchun rahmat. Albatta kanalga buni videoga like bosing. Kimga qilyapsan do'stim? Obunachilarga albatta. Sizlar ularga bir narsa deb qo'y. Obuna bo'ling. Rahmat. Obuna bo'ling. Rahmat. Ularga qoldim jo'nasa. Men bilsamagan. Yo'q, men atara qilmadim. Lekin u juda ko'p insonlarni o'ldirgandi. Qishloqdagi, shahardagi 30 dan oshiq odamni yostiq o'ldirgan. Axir ularning onalari neni umidlarga katta qilgandi. Men prosta haqiqatni adolat o'rnatdim. Men qotil emasman. Yo'q, qotil emasman.
Kecha rosan yaxshi kino bo'ldi. Ha, Spider-Man ham qatnashgandi. Yo'q, emas, Spider-Manni ko'rmadim. Yo'q, ko'rmadingmi? Yo'q. Kecha oshga o'tmadinglar. Zo'r bo'lgan. Janoblar. Shunchaki Markni o'ldirib yubordi, janobsan. Ha, biz assistamiz, janob. Men u bilan bir nechta askar yuborgandim. Axir ular qanday qilib ularni o'ldirishdi? Ular bilan tajribali askarlar yuborgandim. Do'stim bormoqchi edik, ammo nega boshmading? Bitirlar shaylarni. Xo'jayin, asabiylashmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men qishloqda merbo payt yurgan paytlarim artiksiyaga bola bo'lardi. Agar bu ishlarni boshida o'tirgan bo'lsa, men uni aniq o'ldiraman. Ha, ammo u ham sizni bilib qolsa, siz aslida boshidan beri yo'q bo'lgansiz bilib qoladi. Va ancha katta qasosga cho'zilishi mumkin. Nima, men shu artiksdan qo'rqamanmi? Mencha qishloqlarda yuribdi. Men unga qishloq yondi deb. Buni marka to'kagandim. Ha, to'g'ri, buni markadan ekan. Do'stlar. Hamma salom sizlar bilan Artex Minecraft. Sizlar albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Va men kecha Markni o'ldirdim. Ha. Politsiya izimizdan tushmagan bo'lsa, hech narsa bo'lmasdi. Agar politsiya izimizdan tushgan bo'lsa, bu yaxshi bo'lmaydi. Do'stlar, bu yaxshi bo'lmaydi. Meni ukam kelish kerak edi qishloqdan. Artikon. O'sha uni men olib kelishim kerak, hali yo'lga kuzatib chiqishim kerak. Agar kelgan bo'lsa, kelgan deb o'ylayman. Xo'p, mashinamda boraychi, qani keldimi ukam? Okay, bro. What the fuck? Hop. Shoshmanglar, yo'q-ku. Menimcha boshqa yerda bo'lsa kerak. Kelib qolsa kerak, obrashlar kelib qolsa kerak. Kelib qolish kerak. Men biroz kutishim kerak. Xo'p. Shu yerda o'tirib biroz kutaman, do'stlar. 10 daqiqadan so'ng. Xo'p. Obrashlar, biroz uxlab qolibman. Keldim ekan, bir bor ko'rishchi, bir uxlab qoldim shekilli adashmasam, chunki to'ni bilan uxlamagandim. Kimda turibdi? O Artikon kelibdi. Jonim, qalaysan, yaxshisan? Aka, yaxshimisiz? To'zimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Shu bemor kim ekan? Aridaga oldingizmi? Yo'q, ukam, o'zimikin, nima deyapsan? Yo'q, seriozda, shu bemor siznikimi? Da, ukam, meniki. Endi meni uyimga boramiz. Senga uy olgimsa, meni uyimda vaqtincha yashab turasan, meni anaqamda. Domda deydi shaqada. Mayli, bashdaga o'tirtsan, ketdik. Xo'p, bo'ldi. Mana shu chapdagi uy meniki bo'ladi. Yo'q, sizniki shu. Ha, ukam kiraver. Vau, shinamgina ekan. Ha, shinam. Okey, yaxshi. Jamadonni qayerga qo'ysam bo'ladi? Shalkerda. Shalkerdami? Shalkerda biror yerga qo'yaver, axir o'zing bilasan. Shalkerda mana shu yerga qo'ysam ekan? Yo'q. Bu yerda bo'sh joy bor ekan. Yo'q, bermaydi. Yo'q. Topdim, mana bu yerga qo'yaman. Hamisha unda sizlar meni Artex so'rashmayapman, ismini ochib uzr. Kimga beryapsiz? Hali ham YouTuberlik qilyapsizmi deyman? Da, hali ham YouTuberman. 2022-yildan beri YouTubersiz, jinnisan. Nechta kanallaringiz ban yeb ketdi? Xudoyim, shu kanalim ban yemasa bo'ldi. Endi u ban yeydigan ish qilmang-da. Ha, bilaman. Okay. Bayk bo'lib qolish shekilli. Nima qilyapsan? Yo'q, devor otish qo'ydik-ku. Kim? Nega baqirasiz? Qo'shnilar chiqishadi. O'tiraman. Devor g'ishdan-ku. Toshdan. Uncha odam yashmaydi. Lekin devor tezroq to'g'irla. Bir narsa to'g'irla, menda blok yo'q. Yo'q, menda bo'lish kerak edi, adashmasam 1 daqiqa. Mana bu ishimni bitirib olay. La'nat, bug bo'lib qoldimi? Jivir qilyapti, tushunmayapman. La'nat jinurga. To'g'irlash kerak. Tezroq bo'l, devor to'g'irla, sovuq kiryapti axir jinurga. Ha. Hozir blokim bor. Blokim bor edi. Mana qo'ydim. Yaxshi ukaginam, yaxshi. Malatsi. Bo'ldimi? Endi
Nima bo'ldi, men qutuldimmi? Ha, qutulding. Artikon, bir narsa aytmoqchi edim. Senga divan yetarmikan? Divan? Okey, men pechenni. Sen ham yedingmi? Yedim. Men bir do'stimnikiga borib kelishim kerak. Do'stingnikiga? Ha. Shu yerda do'stim bor. Keyingi domda bo'lish kerak. Ha, bo'pti. Abrashlar, men ham o'zimning do'stlarim oldiga borib kelishim kerak. Sababi kechagi bo'lgan ishlar albatta ozmuncha ish qilmadik do'stlar. Kecha ozmuncha ish qilmadik. Ularni muhokamasi qilib kelish kerak do'stlar. Xo'p. Eshik ochiq turibdi. Yo'q, qo'yishmaydi axir, xavfli-ku bu. Bolalar nima gap? Sog'misizlar, tuzimsizlar? Qalaysiz Artikon? Artikon deb bu Artex. Yaxshimisan, tuzimsan? Yaxshiman, tuzimsan. Yaxshimisan? Bolalar kechagi bo'lgan ishdan hammalar bilasizlar endi. Короче, hech kim anaqa qilmasin. Mayli, tashvishga tushmanglar. Hech kim politsiya hech kim bilmasi kerak. Da. Qirol o'zingga qolaversin. Rahmat, kattakon qirol olib berganlaring uchun, tadarka qilganlaring uchun. Endi o'sha qirolni bitta tanishimdan o'zim ham sotib olgandim. Arzonroq. Shuning uchun senga bera qoldim. Rahmat, Spider-Man jigar, dushi. Spider-Man deb bu prosta kostyum. Ha. Spider-Man kostyum kiygan do'stim. Jinosan! Pladef, pidri, rashid. Bo'ldi, asabizmang. Bo'ldi. Asabiylashma. Spider-Man sen axir qahramonsan, qahramon. Xo'p. Yaxshimisan sen? Tuzimsan seni avvaldan qayerdadir ko'rgandek. Mani do'stim bu. Ha. Bolalar, aytgancha, hozir bir daqiqa. Nima yana? Meni anaqa qishloqdan ukam kelgan, Artikon ismli. Artex o'xshash. Xullas, u kelsa uni oldida qotillik nasarida gapirib o'tirmaylar. Xo'p. Eshik buzilib qolibdimi? Janosa eshikni to'g'rilab qo'y. Okey, bo'ldi. Endi men bitta joyga borib kelishim kerak do'stlar. Hozircha bugungi videomiz tugaydi.